Nima uchun? Siz har doim do'stona yo'l bilan boshlashingiz kerak. Misol uchun, shunaqa paytlar bo'ladi, siz odamlar bilan yoqalashib ketib qolishingiz mumkin. Yo bo'lmasam qanaqadir norozichilik kelib chiqib, bir-birlaringizga aytgan gapinglardan yoki qilgan ishinglardan norozi bo'lib, urushib ketib qolishinglar mumkin. Shuni oldini olish uchun siz har doim do'stona boshlashga harakat qilishingiz kerak. Nimani? Misol uchun, gapni nimadir kelishmoqchi bo'lsanglar, bir-birlaringizga norozi bo'lsanglar, har doim do'stona boshlang. Ya'ni bugungi mavzuyimiz shu bir tomchi asal nimagaligini video davomida bilib olasizlar. Xo'p, misol uchun kimdir siz yoningizga qo'lini mushqilib, qovog'ini solib kelsa, hech qachon siz kulib turmaysiz. Misol uchun kimdir meni oldimga qovog'ini solib mushqilib keladigan bo'lsa, men har doim o'ylayman, "Da urishamiz ekan bo'ldi" deb o'ylayman. Hech qachon "Ha, bu hozir keladi, biz gaplashamiz, yaxshi narsalardan kelishamiz" deb o'ylamayman hech qachon. Shuning uchun ham siz argumentga tushib qoladigan bo'lsangiz, misol uchun ayting, "Hop, men urush niyatim yo'q. Men prosta muammoni hal qilishni xohlayman." Xuddi shu gaplar bilan emas, chunki ko'pchilik o'ylaydi, to'payimsan, nima deyapsan, balki deb urib yuborish mumkin. Chunki unaqa odamlar bor, tushunmaydi. Xuddi shu gaplar bilan emas, u payt o'zingiz bilasiz. Shu asosiysi do'stona boshlang, hech qachon shu urushishga harakat qilmang. Men faqat bitta urushish emas, dushmanlaringizni do'stga aylantirish. Misol uchun, tarixda juda ham ko'p narsalar bo'lgan. Shunaqa bitta sarkardarni unaqa o'zini askarlari juda ham yomon ko'rgan va u shu taktikadan foydalangan. Bu taktika emas, prosta psixologiya. Odamlarga shunaqa qilsangiz, to'g'ri ish bo'ladi. To'g'ri ishlik uchun hammaga yoqadi, o'xshaydi. Shu askarlar yomon ko'rgan, joniga suiqasd ham qilmoqchi bo'lgan o'sha odamni va u odam bir kun to'plagan hammani, to'plab turib, "Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda bo'lishdan juda ham mamnunman. Sizlar oranglarda bo'lishdan. Sizlar juda ham kerakli insonsizlar. Bilasizlar, shu kitobni gapirishni boshlaganimdan beri odamlarni o'zini muhim deb his qildirish qanchalik muhimligini sizlar bilan gaplashib kelyapmiz. Bu yerda ham shu. Agar siz uni misol uchun muhim his qildirsangiz o'zini, shunda dushman bo'lmaysizlar. Dushman bo'lgan bo'lsanglar, o'sha do'stga aylanasizlar. Juda ham ko'p holatda shu dushmanlik, shunaqa narsalar tugaydi. Shaxsan o'zimda ham juda ko'p narsa bo'lgan. Dushman deb aytmayman-u, chiqish olmaydigan, gapimiz to'g'ri kelmaydigan, bir-birimizni yomon ko'radigan odamlarimiz bilan xuddi shu narsalar bilan o'zimiz bilmagan holda yaxshi bo'lib, misol uchun hozir bir-birimiz bilan yaxshi chiqishib ketamiz, bir-birimizga yordam beramiz kerak bo'lsa. Aytmoqchi bo'lganim, nimaga bu bir tomchi asal? Bir tomchi asal bir qop tezak o'ziga jalb qiladigan pashshalarni jalb qiladi. Misol uchun, undan ko'pini jalb qiladi kerak bo'lsa. Misol uchun, pashshalar yoki chivinlar. Endi biz hikoyalarga o'tsak bo'ladi. Ya'ni bitta odam kvartirada turgan va unga arenda narxi yoqmagan. Misol uchun, qimmat $1000 dan turganda, keyin men $1000 dan olmayman degan. Lekin undan oldingi odamlar ham shu arenda narxi tufayli shuni o'zgartira olmaganligi sababli chiqib ketgan. Va o'sha odam harakat qilgan, что kamaytirishga. Ya'ni bu odam o'sha Dale Carnegie, men sizlarga chalg'imasligiga shu ism bilan aytmay kelayotgandim. Xo'p, u harakat qilib ko'rgan, chunki o'sha payt shu odamlar psixologiyasini, how to influence, ya'ni o'zini do'st orttirish, odamlarning tilini topish ustida ishlab kelgan bo'lgan. Shuning uchun ham harakat qilmoqchi bo'lgan. U boshlagan, kirgan oldiga kelsa, bilasizlar, o'zi shunaqa qo'pol, arenaga qo'yadigan odamlar bo'ladi. Gapingizni eshitish ham xohlamaydi, o'zi ham yoqtirmaydi. Keyin u boshlaydi. Kvartirani qanchalik yaxshi ko'rishini, qanchalik yoqishini, hamma yo'g'ini kompliment qilib, "Zo'r kvartira, menga yoqadi, mana shunaqa joyda joylashgan, u yoq bu yoq" deydi-da. Keyin misol uchun eng achinayotgan joyini aytadi. "Men achinyapman, shu pulni to'la olmayman ekanda" desa, keyin u o'zi aytadi, "Shu tushirib beraymi" deydi. Tushirib bergandan keyin qanchaga ham tushirib beradi. U ham uncha to'g'ri kelmagandan keyin aytgan narxiga to'g'rilab oladi. Ya'ni maqsad nima? Maqsad, siz har doim to'g'rilik bilan boshlang. Misol uchun, oldiga kirsa bo'lardi. Dale Carnegie kirib turib, "Kvartirangiz juda ham qimmatda, narxini tushirib beraymi, bo'lmasa men chiqib ketaman" desa bo'lardi. U aytardi, "Chiqib ketaver, borib, shuncha odam bor, qo'yib yuborishi mumkin" degan bo'lardi. U juda oddiy psixologiya. Oldiga borgan, kvartirani maqtagan, shunaqa, "Menga juda ham yoqadi kvartirangiz,
chunki rostdan ham yoqqan, misol uchun to'g'ri kelgan bo'lsam o'zingiz ham chiqib ketaverasiz agar sizga kvartira yoqmasa. Xo'p, bugungi mavzuda juda ham ko'p hikoyalar aytmoqchi bo'lganim, lekin sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Misol uchun nimadir muammolar bormi, u haqida juda ham asabingiz buzilyaptimi o'sha odamdan va borib shu urushib ketishingiz mumkin bo'lgan joyda urushmasdan to'g'ri yo'l bilan, do'stona yo'l bilan boshlab hal qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Endi ba'zida tushunmaydigan odamlar bo'lib qoladi. Shunda urishsangiz iloji yo'q, urishsangiz bo'ladi. Urushmanglar, lekin yaxshi emas.